kerak. Hop. 4 ta edi, hozir 5 ta nima bo'lib qolibdi, qaranglar. Aloqa madaniyatini men texnologiyaga qo'shib yubordim. Aloqa madaniyati desa o'sha CRM boshqalar, Zoom degan narsalar bor edi. Men bitta texnologiyaga qo'shib yubordim. Shuning uchun 4 ta deb yozdim. Bu yerda 5-inchisi paydo bo'lib qoldi. Hop, xullas kalom, mana shu narsalar bo'lmasa, hech qachon biznesni masofadan boshqarish imkoni bo'lmaydi. Yana bitta tushunchamizni to'g'rilab olishimiz kerak. Biznesni masofadan boshqarish degani umuman aralashmaslik degani emas. Biznesda rolimiz bormi? Hech bo'lmasa strategiya deb nomlangan rolimiz bormi? Biz biznesdan chiqib keta olmaymiz. Qachonki investor rolida bo'lsak, keyin chiqib ketamiz. Investor rolida, ya'ni prosta pul tikkamiz, yo'qmi o'zlari bilishadi. Uni ham shu hisobotini olib turadigan xolos. Ko'pchilik biznesdan operatsiyadan chiqqanman deb turib, umuman chiqib oladi biznesdan. Bu ham yaxshi emas. Biznesda baribir bitta odam bitta biznesni qiladi, iloji yo'q. Faqat strategiyaga chiqib olish kerak. Operatsiyadan chiqish degani biznesdan chiqish degani emas. Biznesda hisobotlarni olib, qaysidir joylarda ora-orada kirib turadi. Mexanik soatga o'xshab to'g'rilab turadigan joylari bor. Masofadan turib ham chiqqan muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Masofadan turib ham aloqani uzmay turish kerak bo'ladi. Hozir men ora-orada masalan zoom qilib turibman, bu nerealniy narsa, ora-orada zoom qilib qayerga qarab ketyapsizlar, nima bo'lyapti degan narsani qilib turibman. Masalan, Nodirbeklar reja qanaqa ketyapti degan narsani harakatini qilib turibman. Ya'ni o'zidan o'zi bo'lmaydi u. Reja degan narsani tepasida bosh turish kerak bo'ladi. Faqat to'g'ri harakat bilan qilish kerak xolos. Xo'p, keyingisiga o'tkazamiz. Xo'p, demak, komandaga nimalar kiradi? Shu top management, ya'ni org strukturamiz bor, esinglarda bormi? Org strukturada rollar bor edi, departamentlar. HR, marketing, sotuv, ta'minotdir, boshqadir. Asosiy rollar bor. O'sha rollarni topshirish kerak. Mayli bitta yoki ikkita komandangiz bo'lsa ham. Sekin-sekin mana shu masalalarga siz qaror qabul qilasiz. Bu masalaga siz qaror qabul qilasiz deb sekin-sekin o'rgatishni boshlash kerak. Iloji bo'lsa olish kerak kuchlirog'ini. Iloji yo'q bo'lsa shu borlariga sekin-sekin topshirish kerak bo'ladi. Org struktura orqali. Chunki biznesda siz chiqib ketgan taqdiringizda ham o'zi ishlashining iloji yo'q, kimdir turish kerak bu yerda. Kimdir turish kerak. Hali o'zidan o'zi ishlab ketadi degan narsa, teng bo'li top menejment bo'lmasa iloji yo'q. Hop, va u komanda ishonchli bo'lishi kerak. Haqiqatda ishonchli odamni qo'yganmanmi yoki yo'qmi deb bitta qarab ko'rishingiz kerak. Bu odamga topshirib ketish kerak degan narsani ham o'zi yo'q. Va mas'uliyatli bo'lish kerak. Haqiqatda nima deydi? Siz bo'lmasangiz ham siz o'rningizga qila oladigan mas'uliyatli bo'lish kerak. Mas'uliyatsiz odamni qo'yib qo'ysangiz, o'zingizga yana muammo chiqaradi. Qaror qabul qilish ko'nikmalari bor bo'lishi kerak. Ularda mana nima qilsamikin, qilsammi qilmasammi degan holatlar bo'ladi. Shunda qaror qabul qila olish kerak bo'ladi. Ya'ni top menejmentda shunaqa qarorlarga imkoniyat bo'lishi kerak. Masalan, mayda-chuyda kamchiliklardan qo'rqmaydigan bo'lish kerak. Shart-shart qo'yadi, oxirida plyus-minusini gaplashadi. O'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash madaniyati bo'lishi kerak. Nima degani? O'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash. Xuddi o'zingizga, mengizga ishonib turib, unga toplarga ishonch va qo'llab-quvvatlab turishadi. Ularning ichida bir-birida o'zaro ishonch bo'lishi kerak. Ya'ni qo'llab-quvvatlash bo'lishi kerak. Bitta bo'limni Ishtamas qilori, men to'g'ri tushunadi debdi. Bir-birini ichida bir-biriga yordam, bitta bo'lim tovarni yetkazib bera olmayaptimi, bitta bo'lim sotuv qila olmayaptimi, bir-biriga ishonch, ya'ni bir-biridan so'rash, qaysidir narsalarni o'zaro ish bitirish bo'lishi kerak. Va masofadan ishlashga moslashtirilgan bo'lishi kerak xodimlar. Chunki nimaga aytsangiz shunga moslashadi. Xodimlarga faqat o'zingiz borligingizni ishlashga moslashtirib olgansiz. O'zi odatda shunaqa bo'ladi ko'pincha. Endi masofadan turib ham ishlashga moslashtirish kerak. Ularga aytish, tushuntirish kerak bo'ladi. Men masofada bo'lsam ham aloqadaman, lekin ma'lum bir vaqtlarda iltimos, men sizlarga ishonib topshiryapman. Bu narsani sizlar qila olsanglar kerak deb o'ylayapman men sizlarni desanglar, mayda-chuyda gaplarni har bir chiqaravermaydi. Ayniqsa ko'pincha boshida shunaqa bo'ladi. Siz yo'qligingizda, hozir siz kelmasangiz bo'lmaydi, falon bo'lib ketyapti, piston bo'lib ketyapti. Bo'lyaptimi yo'qmi bilmayman, kimda bo'lyapti, kimda bo'lmayapti, lekin boshida shunaqa bo'ladi. Ya'ni
Agar mana shuni moslashtirsangiz, men sizga ishonyapman, siz mayda-chuda muammolarni o'zingiz hal qila olsangiz kerak. Mayli, menga umuman hech narsani aytmayman u. Muhim masalalarda maslahat so'rab turing, lekin yo'ligimda ham boshqaradi deb o'ylayman sizni. Desangiz, haligi mas'uliyat hissi oshadi. Har mayda-chuda narsalarni sizga olib chiqib qo'ymasdan hal qilishga harakat qiladi. Va undan ham muhim rejalar aniq qilib berilgan bo'lishi kerak. Eng qiyin. Bilmayman, biznes egalari nimaga mana shu joyga qiynaladi, bilmayman. Nimaga qiynaladi? Eng qiyin ashyo. Nimaga? Yozgan yerinamiz, reja qilgan yerinamiz. O'zi mana shu reja qilishga vaqt sarflansa, o'zi boshqa narsalarga vaqtingiz tejaladi. Kim reja qilgan mana yillikdir, boshqadir. Rejalar tuzib bergan har bitta komanda a'zosiga. Darsdan keyin hali ochiq kengash nima qilamiz hali. Men отдельный o'tib chiqqanim shu hali to'liq bo'lgan yo'q. Kengashni oxirida bitta savol bor, xudo xolasa. Yechim qilishga harakat qilamiz shunda. Asl rejalar bo'yicha. Zo'r. Xo'p, biznesda reja tuzmasdan turib biznes qilish, yana o'sha dehqoncha biznes qilish degan. Tizim yaxshi, tartib qoidalar yaxshi, ya'ni oldin rahbarlik ko'nikmalari kam bo'lgan, nimani talab qilishni bilmagansiz, qayerda qattiq qo'l bo'lishni bilmagansiz. Boshqaruv tizimi buning uchun yaxshi, lekin asl biznes reja bilan bo'ladi. Birorta biznes rejasiz bo'lmaydi. Agar rejani o'zingizga moslashtirishga qiynalgan bo'lsangiz, demak muammo o'zingizda. Hamma biznesga tushadi, qassobchilikka ham tushadi, novvoychilikka ham tushadi, farqi yo'q. Aniq reja qilib, shunaqa ilmini olsangiz agar reja qilasiz, o'sha rejangizga qarab kerakli xodim topish kerak bo'ladi, demak HR bo'limining rejasi paydo bo'ladi. Rejangizga qarab oddiy ishchilarniki hamma bo'limda rejalari strategiyasiga qarab tuzib chiqilgan bo'lishi kerak. Mana shuni qilishga qancha vaqt ketadi? Bu deb o'ylaysizlar? Bir kun vaqtdan ketsa Odatda shu qanchadir muddatda bir vaqt ketadi. Men yo'q deganda 2 oyda bir shu reja tuzishga vaqt sarflardim. Keyin shu odatga aylanadi, oldin qanaqa qilib tuzilardi rejalar, o'zi top menejment uni o'rganib oladi. Bu safarga bunaqa reja qildik, strategiyasi shunaqa bo'ldi deb tasdiqlab bering deb menga tashlashadigan bo'lgan. Ungacha o'zim tuzib berganman. Lekin rejasiz ish yo'q. Rejasiz ish bo'lishi mumkin emas. Hamma o'zini rejasini bilishi kerak. Bu narsa bo'lmasa ham o'sha nima qilayotganini bilmay yuraveradi. Siz bor bo'lsangiz ishlagandek bo'ladi. Nimagadir rahbar bormi hozir degan mas'uliyat bo'ladi. Siz yo'q bo'lsangiz nima qilish kerakligini ham bilmay qoladi. Bu ikki bir boshsiz chavandozda yurib qoladi. Rejasi bo'lsa, demak hamma bosh o'z-o'zi alohida ishini qilib ketaveradi. Reja masalan bizim magazinda oddiy nimaga yordamchimizga masalan upravlat qilayotgan odamga qanaqa reja bo'lishi mumkin? Har kunlik bir xilda ish sohada O'sha nabart oson. ha? Telefon Shu nabart osonda bir xil ish bo'lsa, o'shani reja qilib berasiz xolos-da. Oson. Har kunlik ish qilyapti-da, u qilinadi. Ya, o'shani yozib berishadi, reja qilib. Xo'p, reja qanaqa bo'ladi desa, bitta fikr beringlar, reja qanaqa qilish kerak o'zi rejani? Mana hozir Ko'p aytganmiz. aytyaptilar, har kun bitta ish qiladi deyaptilar, ha? O'shani yozib turib, soatlarga bo'lib turib, mana soatda birinchi ertalab tozalikka qaraysan, keyin o'zi biz har kun ertalab o'zi reja tashlayapti, xodimlar o'zini shaxsiy rejasini, hammaning rejasi har xil. Sotuvchiniki boshqacha, poverniki boshqacha. Bizda hozir yana yangilik qildik, kreativ qilib beriladi dedim, o'zi bolalar boshlashdi. Tozalik bu bizga anaqani ruhiyatimizni nima qilish bag'ishlaydi. Klient keldimi, bizga anaqa keldi, nima dedim, как mehmon keldi, uni endi hurmat qilishimiz kerak deb ChatGPT bilan gaplashib, rejalarni ham o'zgartirib tashlagan. Zo'r. Reja deganda bitta narsani tushunib olaylik. Hamma reja sotuv rejasiga borib taqalishi kerak. Har bir reja olasizlar yozib olinglar. Har bir reja sotuv rejasiga borib taqalishi kerak. O'smayapmiz ekan. Ya'ni moliyaviy rejalarmi yo umumiymi? Savdo ochish Hammasi. rejasiga borib taqalishi kerak. Birinchisi, va har bir reja sotuv varonkasi orqali qiladi. Ya'ni sotuv rejasi sotuv varonkasi orqali qilinadi. Har bir reja sotuv rejasiga borib taqalishi kerak. Sotuv rejasi sotuv varonkasiga borib taqaladi. Sotuv rejasi nima deysiz? Sotuv rejasi sotuv varonkasi bilan qilinadi. Sotuv varonkasi nimadan kelib chiqib qilinadi? Biz bilganimiz o'sha
mijozni jalb qilish, marketing, lidlar, targib yoqish, boshqa nimalar. Keyin magazindan kirib kelish boshlandi. Kirib kelganda ham sanaymiz, necha odam kirib kelganini. Undan keyin nechtasi xarid qildik, konversiya qancha, necha foiz bo'ldi? 20%mi, 15%mi? Ana undan keyin qayta sotuv, sarfa marketingi. Sotuv voronkasidan. Ha. Ana shunda Sotuv bo'lyapmiz. voronkasi nechta bo'ladi biznesda? Marketingniki alohida. Ha. Sotuv voronkasi marketingdan boshlanib keladi o'zi. Nechta odam ko'radi, nechta odam kiradi. degan narsa. 4tami 5tami? Yo'q, qadamini aytmayapman. 4ta 5ta aytaylik, birinchi ko'rdi, keyin do'konga tashrif buyurdi, undan keyin sotib oldi degan qadam bor deylik, do'konchilarning. Endi bu bitta voronka. Bu bitta voronka. Yana qanaqa voronka orqali? Necha xil turi bor Nechta deyapsiz? turi bor o'zi. Atash masalan 4 xilmi 5 xilini ko'rsatgan biznes. Bilmasa kam. bizneslarda. Kimda nechta turi bor? Men nimaga buni chuqurlashyapman? Eng oqsayotgan joyimiz shu yerda. To'g'ri. I sotuv voronkasi